Joylarda o'tkazilayotgan Cyber Week loyihasi doirasidagi tadbirga xush kelibsiz deymiz. Sodir bo'lgunga qadar mijozni himoya qilish vazifasi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Kiberjinoyatlarga qarshi kurash departamenti Uzcard yagona umumrespublika protsessing markazi hamda Markaziy bank vakillari hamkorligida mamlakatimiz bo'ylab kiber xavfsizlikni ta'minlash, internet orqali sodir etilayotgan firibgarlik jinoyatlarini oldini olishga qaratilgan Cyber Week loyihasi doirasida navbatdagi tadbir Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasida bo'lib o'tdi. Tadbirda ommaviy axborot vositalari vakillari, ijtimoiy tarmoqlarda faol blogerlar, tijorat banklari xodimlari hamda soha mutaxassislari ishtirok etdilar. Tadbirni Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i ochib berib, bugungi kunda kiber jinoyatlarni oldini olish, aholini raqamli savodxonligini oshirish va internet orqali amalga oshirilayotgan firibgarliklarga qarshi kurashishda davlat idoralari, bank tizimi va ommaviy axborot vositalari o'rtasidagi hamkorlik muhim ahamiyat kasb etishini ta'kidladi. Shundan so'ng mutaxassislar tomonidan mavzu yuzasidan taqdimotlar o'tkazilib, internet firibgarlarining eng ko'p uchraydigan usullari, bank karta ma'lumotlarini himoya qilish, phishing havolalar, soxta qo'ng'iroqlar va ijtimoiy tarmoqlar orqali sodir etilayotgan jinoyatlarni oldini olish bo'yicha amaliy tavsiyalar berildi. Ta'kidlab o'tildi, CardBlock tizimi bu hamkorlikda tashkil etilgan tizim bo'lib, qanchalik fuqarolarimiz ma'lumotlarni tezkorlik bilan bizga taqdim etadigan bo'lsa, pullarni chiqib ketishini oldini oladi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan, ya'ni qolgan pulni ham olib chiqib ketmasligi uchun fuqaroni arizachini ham kartasini bloklatib turamiz. Tadbir yakunida ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlardagi faol blogerlar bilan hamkorlikni yanada kuchaytirish, aholi o'rtasida kiber xavfsizlik madaniyatini yuksaltirish hamda bu kabi targ'ibot tadbirlarini muntazam tashkil etish yuzasidan fikr almashildi. Bu kabi tashabbuslar fuqarolarni kiber tahdidlardan himoya qilish va jamiyatda xavfsiz raqamli muhitni shakllantirishga xizmat qiladi.